أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalomu alaykum. Bu tovush juda ham tanish bo'lsa kerak. Har bir musulmon kishiga. Misharining Qur'oni Karim 9 soat 53 daqiqalik yozuvi. YouTube'da buni to'lig'ini tinglashingiz mumkin. Qur'oni Karimni tinglash, eshitish qalbga huzur bag'ishlaydi. Har bir musulmon kishi Qur'oni Karimni o'rganishi, o'qishi, u orqali bir tafakkur qilishi, fikrlashi kerak deb hisoblaymiz. To'g'ri emasmi? Shuning uchun bugundan boshlab Qur'oni Karimni o'qishni o'rganamiz. Bu nuqtasi bor, bu ham jimmi? Alif. Har bir harf 3 narsadan tashkil topgan degani deyik. Ko'rinish, tovush, Nom. Mana bu harfning ismi nima edi? Bugun yangi dars o'tamiz. Harflarni harakatga keltiramiz, qivirlatamiz, ishlatamiz. Shuning uchun bugungi o'rganadigan birinchi narsamiz harakatdan boshlanadi. Nomi bilan harakat. Sukun va harakat. Bir narsa qimirlamay tursa, sokin turibdi deyiladi-ku. Sokin suvga ishlatiladi yoki sokin jim turgan narsadan sokin deyiladi. Harflar hammasi sokin. Ustida sukuni bo'lsa, bu o'sha sukun alomati shu. Mana bular fatha, kasra, zamma. Arab tilida zamma, kasra, fatha deyiladi. Yozib olsangiz. Fatha degani arab tilida ochish degani o'zi. A deganda og'izda ochiladi, a deyiladi. Shuning uchun fatha alomati bu. A. tepaga chiziqcha qo'yiladi. Kasra i. Kasra i. Bu Kasra ma'nosi sindirish degan ma'noda, ya'ni pastda bo'ladi. I. Ya'ni o'zbek tilida unli tovushga ishlatiladi. Uchinchisi u, damma. nima degani bu? Damma degani bir narsani quchoqlashda, o'rab olishda damma deyiladi. Buni nima uchun damma deyiladi? Chunki og'iz u deganda u harfi shu labdan chiqadi, u bo'lib chiqarligi uchun damma deyiladi. U. Nimaga o'xshaydi? Virgulga o'xshaydi. Virgulga o'xshaydi, 9 yoki virgul. Tepaga qo'yiladimi bu? Tepaga qo'yiladi. Demak, bularni hammasini qo'shib turib nima deyiladi? Harakat. Harakat. Harfni harakatga keltiradi. Masalan, s. S. Buni ustiga harakat qo'ysak sa bo'ladi, pastiga qo'ysak si bo'ladi, ustiga zammani qo'ysak suv bo'ladi. Sa, si, suv masalan. Tushundingiz? Agar sukun bo'lsa to'xtaydi. As, is, usga o'xshagan. Sukun qaysi edi? Sukun mana bu. Dumaloqmi? Dumaloq sukun belgisi. Nima degani? Ushbu sukun sokin, ya'ni harfni, demak, ushbu sukun belgisi esa harfning o'zini ifoda qiladi. Harakatlantirmaydi. Lamni oxiriga qo'ysa l bo'ladi faqat. L. Lekin arab tilida qoida bor. Sukun bilan kalima boshlanmaydi. Boshlanmaydi, tugaydi. Sukunlik bilan boshlanmaydi. Lekin tugatishda ishlatiladimi? Tugatishda ishlatiladi, albatta fe'llarda ishlatiladi, ismda ishlatilmaydi. Fe'l va harfda ishlatiladi. Sukun bilan tugatish. Bu grammatikaga oid bu. Xo'p, demak, alif. Alif harfi hech qanday tovush ifoda qilmaydi. Unli harflar, ya'ni harakatlar qo'shilganda a, i, u tovushlarni ifodalaydi. Alifni ismi bor, ko'rinishi bor, lekin tovushi yo'q buni. Tushunarli? A, i, u. A, i, u. Undan keyingi ro harfiga o'tarkanmiz. Ro harfining talaffuzi o'zbek tilidagi r tovush kabidir. Bu undosh kasra bilan kelganida ingichkaroq, fatha yoki zamma bilan kelganda yo'g'onroq talaffuz etiladi. Ro harfi fathali bo'lib kelganda ro deb o'qiladi. Demak, r xil. R bor, ro bor. Ro. Tushunarli? Ya'ni kasralik ri bo'lganda ingichka o'qiladi. Buni tarqiq deyiladi, ingichka o'qish. Yo'g'on o'qishni tafhim deyiladi. Tafhim. Mana bundan boshlaymiz, qarang. Birinchi harfni o'qiladi. Buni ar deb o'qishlik noto'g'ri. R ustida harakati bor, fatha, ro. Ro, fatha, ro bo'ladi. Ro. Bu ri, mana bunisi ru. Ru. Ro, ri, ru. Tushundingiz? Endi mana birinchi alif keldi. A, keyin r, rning ustida sukuni bor. Shu yerda to'xtaydi. R harakatlanmayapti, faqatgina alif harakatlanyapti. Ar, ir, ur. Ro harfi. Ro'ni tepasiga fatha qo'ysak, ro, pastiga kasra bo'lsa, ri, ustida zamma bo'lsa, virgul. Ya'ni o'zbek tilida virgulga o'xshaydi. Ru. Ru. Tepadagi
a bilan r ni jamlaymiz bir-biriga. Ar, ir, ur. Tushunarlimi? Tushunarli. Endi z harfi. Z. O'zbek tilidagi oddiy z. Z harfining talaffuzi o'zbek tilidagi z tovushi singaridir. Z. Z ustida fathasi bor. Nima deb o'qiladi? Z. Za. Zi. Zu. Shu yerda sizda ham, tomoshabinlarga ham shu narsani ta'kidlamoqchimanki, ma'lum soni qoidasi bo'yicha harflarni hammasini o'qigunimizcha mad degan narsa yo'q. Mad degan ya'ni cho'zish degani. Arab tilida shu darajada ahamiyatga ega urg'u berib o'qish, cho'zib o'qishlik ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun o'qiganimizda hech qachon cho'zmaymiz. Cho'zishlik mad haqidagi dars harflardan keyin alohida keladi u. O'shangacha cho'zmaymiz. Masalan, za, zi, zu deb o'qish xato bo'ladi. Oddiy harf Za, o'qiganda o'qiymiz. zi, zu. Tushundim. Tepada ham masalan ro, ri, ru emas, ro, ri, ru. Cho'zmaymiz umuman. Chunki harflar tugaguncha odam cho'zishga e'tibor bermasdan, cho'zib o'qishga o'rganib qoladigan bo'lsa, Qur'on o'qiganda ancha pand berib qoladi. Qur'on o'qiganda ham cho'zmaydigan joylarda cho'zib olib, xatolar qilib qo'yadi, ma'nolari ham o'zgarib ketadi. Tushundim. Z harfiga keldik. Xo'p. Za, zi, zu. Z, zi, zu. Uyda o'qib olganman men buni. Shunaqami? Hozir mashq qilib ko'rdim harflardan keyin ular qanday o'qilar ekan deb. Mana shuni o'zlari o'qisinlar-chi. Az. 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 Xato. Az emas, zni qarang, bu yerda qalqala harflari ham bor, uni keyin o'tamiz. Az bo'lsa, zni ixo bilan o'qigan bo'lib qoladi. Az bo'ldi. Az. Az. Iz, Iz. uz. 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 Ixo chiqmasin. Uz. Ha. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Ha, ana. Bu. Harf o'qiymiz. Z, Z. ustidagisi. A. R. Sukun. Sukun. Ha. Sukun aytilmaydi. Sukun aytilmaydi, ha. Zar. Zar, to'ppa-to'g'ri. Bu harf o'qiymiz. Z, I, R. Ha. Zir. Zir, ha. Z, U, R. Zur. Ha, demak, zar, Zir. zir, zur. Ha. Az, ru. Azru. 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 Ha. Keyin qarang. Azru o'rtada to'xtashlik bo'lmasligi kerak. Azru. Azru. Azru bo'lsa uzilish bo'ladi o'rtada. Bunaqa emas. Hozir bo'lib o'qiganim uchun shunaqa o'qidim. Aha, qarang. Azru. Izru. Izru emas, izru. Izru. Ajoyib bir narsa o'qib qoldimda. Aytadiki, sabr qilishni xursand bo'lganingda ham yoki xafa bo'lganingda ham sabr qilishlikni, bir xil turishni soatdan o'rgangin deydi. Shoshilmaslikni soatdan o'rgangin. Ming shoshilinch ish bo'lsa ham bir xil tik 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 shunaqa qilib ketadi. Sana shunaqa bo'lgan deydi. Shuning uchun haqiqiy odil inson qanday desa, jahl chiqqan paytda uni jahli zulm qilishga undamaydi. Yoki xursand bo'lgan paytda qattiq xursand bo'lgani birovlarning haqqidan voz kechaverishga undamaydigan odam haqiqiy odil odam bo'ladi. Ustoz. Hammaga ham nasib qilmaydi bunaqa ustozlar. Yo'q. Harf o'rgatish. Shunaqa o'rgatib ketsa bo'ladi ustoz. Mas shunaqa haqiqatlarni, shunaqa narsalarni aytasizki, odam ko'ziga yosh kelib ketadi. Kamerani o'chiringlar, ketdim. Yo'q, sabr qiling. Shuncha odam qarab turibdi bu yoqda. O'qiganimizda qanaqa qilamiz? O'qiganimizda soatga o'xshab o'qiymiz. Tekis. Azru, izru, uzru, urzu. To'xtab qolmaymiz. Soatni to'xtab turib keyin yurmaydi-ku. Bir xil ketaveradi, xuddi shunday. Azru, izru, uzru, urzu. Ana endi men tomoshabinlar bilan birga o'qimoqchiman. Ular qaytarsa, men aytaman, ular qaytarishdan siz ham birga qaytarasiz bo'lmasa. Tamam? Za. 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 Zi. Zi. Zu. Zu. Az. Az. Iz. Iz. Uz. Uz. Zar. Zar. Zir. Zir. Zur. Zur. Azru. Azru. Izru. Izru. Uzru. Uzru. Urzu. Urzu. Xo'p. Ma'lum sonida boshida harflarni keltirib,
bitta kalima, ikkita harf, uchta harf qilib turib keltirilganda va keyingi keladigan harflar aralashtirilmagan. Faqatgina dars qilib o'tilgan harflarni aralashtirib turib kalimalar yozilgan. Masalan, zdan oldin alif keldi, r keldi. Faqatgina 3 ta harf aralashgan kalimalar bor xolos. Bundan keyin mim harfi. Mim harfida z, r, alif aralashgan harflar. Va hokazo davom etadi. Hali o'tilmagan harflarni aralashtirilmaydi kalimalarda. Mim nima bu? Bu nom. Ha, shu harfning nomi. Bu Ko'rinish. ko'rinishi. Tovush m. 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 Oddiy mim harfi talaffuz o'zbek tilidagi m tovushi kabidir. Mim ustiga qalamda bir qilib qo'ying. Bir qilib yumaloq qilib qo'ying. Nimaga? Tamom. Shunga o'xshagan harflardan 4 ta bor. Ha, boyagi qalqala deganingizmi? Yo'q. Qalqala endi keladi. Labdan chiqadigan harflarning birinchisi. Labdan 4 ta harf chiqadi. Shu harflardan birinchisi demakki mim. Mim. Keyingi harfga kelganda men aytaman, birinchisi nima edi bu harflarni deb. Xo'p. Eslab qoling. Demakki mim labdan chiqadigan 4 ta harfning biri hisoblanadi. Mim. Mim. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Nima uchun 3 xil yozildi? Bu kalimani boshida yozilishi, kalimani o'rtasida yozilishi, kalimani oxirida yozilishi. Ulab yoziladi. Zalarda unaqa yo'q-ku. Z qarang. Z boshida shunday yoziladi, chunki z o'zidan keyin ulanmaydigan harf bu. O'rtasida ham shunday, o'zidan keyin ulanmaydi. Buni oxirida. Aslida bu mana bunda yozilish kerak edi. Mana qalamda. Qalamda yoza qolaydi. Qalamda yozilish kerak edi. Ya'ni bu o'zidan oldingi harfi nima qilishda bu ulanishi. Mana bunda yozilish kerak edi. Ro harfi ham shunaqa. Ya'ni r mana bunda yozilish kerak. O'zidan oldingiga ulanadi. Ha, o'zidan keyingi ulanmaydi. O'zidan keyingiga ulanmaydi. Ha. Biz hozirgacha o'rganayotgan ma'lumotlarda shunaqa ekan deb miyaga joylab ketaveramiz. Keyin buni hikmati chiqadi. Nima uchun ulanmaydi deganlar keyin bilinadi. Chunki o'zidan keyin ulanadigan bo'lsa boshqa harfga o'xshab qoladi. Tushundim. Hech bir harf o'qilishda, yozilishida boshqa harfga o'xshamasligi uchun belgilangan. O'zidan oldin ulanadi, o'zidan keyin ulanmaydi yoki o'zidan oldin ham keyin ham ulanadi, shunga o'xshagan. Mim harfi bo'lsa, mana boshida kelishi, o'zidan keyin ulanib ketyapti bu, mana. Bu o'rtasida o'zidan oldin ham keyin ham ulanadi. Bu oxirida. Oxirida ulanmaydi. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Bu nima edi? Tepasidagi? Sukun. Kasra. Buchi. Fatha. Manachi. Zamma. Zammani to'g'ri, ikkovini orasini ikkovini alishtirib qo'ydingiz. Ha. Tepada bo'lsa, fatha, kasra, kasra, zamma. Zamma. Fatha nima degani edi? Fatha bu Ya'ni ma'nosi fatha og'izni ochib a deb aytiladi-da. A desish uchun fatha. Ya'ni a ni fatha deyiladi. Kasra i. Zamma u. Ha. Bo'lsa ma, mi, mu. Oldingi darslarda o'tilganidek a bilan z, a bilan r xuddi shunga o'xshagan. Ma, mi, mu. Bu yog'i am, im, am, im, shunday. Mana sukun. Xo'p, keyin mana shu harfni harfma harf o'qiymiz birga. Bu qaysi harf? Ma. Ma ustidagisi. U. Nima bo'ldi? Mu. Mu. Keyingisi? R. Ustida? Sukun. Sukun. Ha. Mur. Mur sukunda o'qiladimi? Yo'q. Mur sukun to'xtash ya'ni. Mur sukun to'xtashda o'qiladi. Ha. Yo'q, mur. Mur. Bo'ldi. To'xtash. Mur. Muz. Muz. Buni? Ha. R, U, M. Rum. 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 Boshdan harfma harf. A, ma, ro. Amaro. 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 Aha. Qarang. Amaro deb o'qisa xato. Amaro xato. Amaro bir xil soatda o'qiymiz. Amaro. Aha. Bo'lsa? U, m, i, mi, ro. Umiro. 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 Aha. A, m, sukun ekan. Am, ru. Amru. Amru.
I M R ru. Imru. R A ana Ram rom ustoz. ro Rom zu. romzu. Romzu. Ir mi. İrmi. Harf o'qiymiz. Marmar. Mar. Marmar. Rom. Rom. Zam. Arzam. yoki arzam. Yo'q, arzam. Tamam. Tomoshabinlar bilan birga o'qiymiz. Men o'qiyman, sizlar qaytarasizlar. Ma mi mu. Am im Mur. Muz. Rum. Amara. Umira. Amru. Imru. Romzu. Irmi. Marmar. Rom. Zam. Arzam. Noto'g'ri. Ha. Arzam. Bitta qoida. Cho'zmaslik uchun tez o'qish shart emas. Arzam. Arzam deb o'qib ketmaydi. Cho'zmay deb tez o'qimang, shoshilmang. Arzam. Bu yerda bitta kalimaga e'tibor qaratishimiz mumkin. Amru degani buyruq degani. Ha, buyurish, amr qildi. Bir narsa aytmoqchiman-da. 3 jihatga bo'linadi buyruq. Amru buyruq. Tepadan pastga buyruq. Pastdan tepaga duo. Ro'parasidagi odamga iltimos. Amru buyruq, tepadan pastga bo'lsa buyruq bo'ladi. Bizga buyruq, Ha, boshliq pastdagilarga buyruq berishi yoki amir pastdagilarga buyruq berishi amr bo'ladi, buyruq bo'ladi. Pastdan tepaga duo bo'ladi. Ya'ni bu Alloh taologa nisbatan. Alloh taolo bizga buyurgan narsasi amr bo'ladi, buyruq bo'ladi. Biz Alloh taolodan so'raydigan narsamizni amr deyilmaydi, duo deyiladi. Biz o'zimizni qarama-qarshimizdagi, ya'ni saviyamiz bir xil bo'lgan, bir xil mustavodagi odam bo'lsa, iltimos deyiladi buni. Iltimos. Nech xil ekan? 3 xil. Qanaqa? Amr. Tepadan pastga amr. Pastdan tepaga duo. To'g'ridan to'g'riga saviyasi iltimos. Shunday. Saviyasi yaqin bo'lsa. Zamzam Makkadagi Zamzam qudugi o'zi. Zamzam suv. Uyga vazifa endi hozir ro, za, mim harflari, 3 harflarni o'rganib, yodlab miyaga qo'yib kelamiz. Shunday. Xo'p, keyingi safarga balki 3 ta yoki 4 ta harf o'tishga harakat qilamiz, ko'proq harf o'tishga. Alloh taolo ishlarimizni, ya'ni darslarimizni davomli qilsin. Rahmat. Oldingi safar duo o'rganmaganmidik? Allohumma allimma yanfa'una vanfa'na bima 'allamtana va zidna ilma. Aytdingiz, lekin yodlolganim yo'q hali. Yozib olishim kerak. Mana shu duoni aytilsa, ya'ni ey Alloh bizga foydali ilm o'rgatgan ilming bilan bizni foydalantirgin va ilmimizni ziyoda qilgin. Robbi zidni ilma bu oyatda kelgan. Robbi zidni ilma. Buni nimaga izohlar qismiga yozib qo'yamiz bu duoni. Ham arabcha, ham o'zbekcha yodlashga. Aziz do'stlar, keyingi safar ta harfidan boshlaymiz. Bu safar ro, za, mim harflarini o'tdik. Ustozga rahmat aytamiz. Oramizda o'rganib turganlar bo'lsa, jarayon qanday ketyapti, bular haqida izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta, xursand bo'lamiz, foydali bo'layotgan bo'lsa. To'g'rimi ustoz? Albatta. Xo'p, sizlarga ham ana shunday yaxshi ustozlar nasib etsin. Rahmat. Menga ham nasib. Keyingi darsda ko'rishamiz. Z, zi, zu, az, iz, uz, azru, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم